Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Assalomu O'zbekiston ko'rsatuvining bir necha yillik qadrdon muxlislari. Hammangizga xayrli tong. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Boshlangan yangi kun barchaga muborak bo'lsin. Bugun 25-aprel haftaning juma kuni va albatta har kunimiz singari bugungi kunimiz ham fayzli, xayrli, barakali o'tishini tilaymiz. Nafaqat bizni, balki sizni har bir reja qilgan ishlaringiz samarasi ko'zlaganingizdan-da yuqori natija a'lo darajada bo'lsin deymiz. Albatta studiyada Hamzaxon Hasanov hamda Marfatxon Ortiqova. Bugun sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Albatta qo'limizdan kelgancha, lekin bu yaxshi kayfiyatni ilib olish sizga ham tom ma'noda bog'liq bo'ladi, azizlar. Shunday ekan, siz bilan kelishgan holda ko'rsatuvni biz boshladik. Aziz yurtdoshlar, siz Salom O'zbekiston dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Biz yaxshi kayfiyatda dasturimizni boshlab oldik desak ham bo'ladi. Bilasizmi? Qarangki, lolalar shunaqa bir go'zal ochilibdiki Namanganda. Muxbirimiz shunchaki bee'tibor o'tib keta olmabdilar. Qani o'sha muxbirning e'tiborlari qay darajada bo'lganini bir ko'raylikchi. Marhamat. Inson qalbi go'zallikka oshno. Shu bois ham u tabiat mo'jizalari, nafosat olami, go'zalliklardan bahramand bo'lishga intiladi. Qir-adirlarni bezagan, barchaga o'zgacha kayfiyat ulashgan, maroqli hordiq chiqarib, tabiatdan to'yib zavqlanishiga asos bo'lgan ajib manzara nafaqat shoir ahliga, balki oddiy insonlarga ham ilhom, qalbiga orom bag'ishlashi tabiiy. Darvoqe, ijtimoiy tarmoqlarda ham husnkor fasl tarovatini ko'z-ko'z qilayotgan bu manzil Lolazor Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh Uychi tumanining Yangi hayot mahallasi hududi sanaladi. Minglab sayyohlar bu ajib manzaradan bahramand bo'lmoqdalar. Mana bugun biz uzoq tog'li Nanay o'lkasidan dam olish uchun shu Lolazor maskaniga tashrif buyurdik. Biz bu yerga kelishdan maqsadimiz ozgina bo'lsa ham hordiq chiqarish, ruhiy madad olish, el xizmatiga yanada kuchli dam olib, yana xizmat qilish maqsadida keldik. Tong sahardan yo'lga chiqib, shunday chiroyli Namangan viloyatini qishlog'ida shunday chiroyli maskanlar bor ekan, bilmay biz Turkiyaga, boshqa yurtlarga borib yuribmiz. Hamma go'zallik, hamma chiroy, hamma bor narsalar O'zbekistonimizda. O'zbekistonimizning Namangan viloyatiga, Uchqo'rg'on va Chartoq o'rtasidagi maskanga hammangdan taklif qilib qolaman. Bu Lolazorlar 15 yoki 1 haftalik. Taassurotlar juda zo'r, ruhiy madad, dam va oziq oldik. Pensiya yoshida bo'lsak ham mana kuch-quvvat bilan eng yuqori cho'qqilagacha chiqib tushdik. Chodakdan kam emas, tabiiy go'zallik, tabiiy maskan. Go'zal joylarni ko'ring va quvoning. Ishdan charchagan, toliqqan paytlarda do'stlar, yaqinlar, oila a'zolar davrasida mana shunday tabiat go'zalliklari qo'ynida hordiq chiqarishning gashti o'zgacha. Bu esa ona tabiatga bo'lgan mehrni yanada oshiradi. Farzandlarni ham ana shunday qadriyatlarni ulug'lashga, qadrlashga, sevishga o'rgatadi. Biz ham oilaviy aylanishga keldik. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidan keldik. Bugun dadamga oilaviy dam olishga olib chiqing degandik.
oilaviy dam olishga olib chiqdilar. Taassurotlar zo'r. Maza qilib aylandik, oilaviy rasmlarga tushdik, videolar qildik. Farzandlarimiz bilan maza qilib madaniy hordiq olib dam oldik. Tashkillashtirgan shu lolazorlarda hammalariga rahmat aytamiz. Barchani taklif qilamiz. Shu o'rinda Ostonada turgan 64-xalqaro gullar festivali esa tabiatni, nafosatni sevuvchi, qalbi go'zallikka oshno namanganliklarning yaratuvchanligini dunyo nigohida ko'z-ko'z qiladi. Ana shunday shukuhli lahzalarda Namanganga bir keling. Bundanda go'zal manzaralardan bahra oling. Qirdan bo'lak koshonang yo'q. Kokil yoysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak koshonang yo'q. Kokil yoysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q. O'ksib turganingda peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Darding bilgan ayt kiming bor. Kelib ketar bahor senga bevafoyo. Go'zalsanki senga bar gullar ag'yor. Oxursang bir ohing tinglar ostonang yo'q. Sollanasan kelinchakday boshing egib. Jayron o'tgan so'qmoqlarga yoshing to'kib. Qizil yuzing g'aribning ham parvonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Boshlang. Biz ana shunday yaxshi kayfiyat bilan dasturimizni davom ettiramiz. Azizlarimiz, bugun yaqinlaringizni yaxshi kuni, tug'ilgan kuni, xursandchiligi bo'lishi mumkin. Albatta Telegram manzillarimizga o'zingizni istaklaringizni, tilaklaringizni yozib yuborsangiz, biz efir orqali albatta ularni o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Ulgursak deb qo'ymaysizmi? Ulgurishga harakat qilamiz. Chunki bugun ko'rsatuvimiz rejasi biroz tig'izroq. Negaki bugun ko'rsatuvga qo'sha mehmonlar taklif etganmiz. Birinchi mehmonimiz mana genetik shifokor Yoqutxon Hamdamova bo'lsalar, ikkinchi yana bir guruh mehmonlarimiz bor. Buxoroni Jaydar bolalarini taklif qilganmiz bugun ko'rsatuvimizga. Xushovoz xonanda, iste'dodli ijodkor, serqirra ijodkor Nurullo Qurbonov boshchiligidagi
sozandalari bilan katta jamoa bilan kelganlar. San'atkorlar guruhini taklif etganmiz, ulardan ko'proq qo'shiq eshitishimiz kerak, ularning ko'proq san'atlaridan birgalikda bahramand bo'lishimiz kerak azizlar. Mehmonlarimiz mana Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Nurullo Qurbonov, xushovoz xonanda, Xudo xohlasa kelajagi juda porloq bo'lgan iste'dodli ijodkor hamda Yoqutxon Hamdamova. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik sizlarni yana. Studiyada ko'rib turganimizda juda ham xursandmiz. Birinchi bo'lib biz savol bilan Nurullo aka sizga murojaat qilmoqchimiz. Savoldan oldin bir hol-ahvol so'rayman. Buxorodan kelgan har holda. Ko'rinib turibdi, kayfiyatlaridan sezilib turibdi. Buxorolar tinchmi? Tinch, Xudoga shukr. O'zim buxorolik bo'lsam ham, mana vodiyda nima gaplar, nima yangiliklar aytib berishim mumkin. Kecha vodiydan keldim. Kecha keldingizlar, kuzatib turaman aka. Buxoroni endi sizdan so'raymizda. Buxoroda tinchlik, to'y sezonlar boshlangan. Shu to'yni tugatib, yo'lga chiqib kelganmiz. Ozgina charchoqni endi inobatga olmasak yaxshimiz. O'zlaringiz yaxshimi? Tinchmi? Yoqutxon. Rahmat taklif uchun. Salomat bo'ling. Bugun Yoqutxonni chaqirganimizning sababi 25-aprel xalqaro DNK kuni sifatida belgilangan ekan. O'shaning uchun beryotuvdim-da savolimni. Qani, Birinchi uzr, ming bor uzr sababi bor so'rayman. edi-da. Qani? O'shandan keyin mavzuga o'tib ketaylik demoqchi edim. Qani? San'at yo'lini tanlashingizga kim sababchi bo'lgan? Bu sizga otangizdan o'tganmi yoki onangizdan o'tganmi? Ha, genga bog'liq. Ha, o'z-o'zidan Yoqutxon bilan bog'liqda bu savollarimiz beriladigan. Endi bizning oilamiz san'atkor oilasi emas, lekin shinavanda oila desam ham bo'ladi. San'atga kirib kelishimga asosiy meni katta akam sabab bo'lganlar. Birinchi otam akamni musiqa maktabiga yetib qo'yganlar o'qishga, uyga rubob, tor, asboblarni olib kelgandan keyin menga qiziqish bo'lgani, shunday suluhim yaxshi bo'lgan, chalib ketganman. Keyin otam aytganlarki, akamga sen o'qishni tugatding, endi bu yog'i Nurullojon davom ettiradi, meni o'qishga qo'yganlar. Endi rahmatli onam ham ancha harakat qilardilarki, yaxshi o'qib, yaxshi bilim olib, shu sahnalarda ko'ray deb niyat qilardilar. Xudo xolasa endi niyatlarimiz katta. Duolarni ijobati. Shu sababchi akam Baribir bo'lgan. san'atga qiziqish ota-onangizda, ham onangizda ham, ham otangizda bo'lgan ekan-da, bejizga emas ekan. Endi Bir qo'shiq eshitaylik. ha, xuddi shunaqa demoqchi edim. Hozir gapirishga qo'rqib qoldim. Nimadir desam to'xtab turing. Men qolmaydi. Nurullo Qurbonov, marhamat, sizni sahnaga taklif etamiz. Mikrofonni olib chiqing. Buxorolik xushovoz xonanda, iste'dodli ijodkor Nurullo Qurbonov ijrosida bitta yaxshi qo'shiq eshitamizda kayfiyatlarni yana ham ko'tarib olib, mana undan keyin suhbatni davom ettiramiz. Marhamat. Muhabbetim sarab ettiniz, kalbimni hop vayron ettiniz. Alvida ham demay ketdingiz, eslab turing sevganim uchun. Muhabbetim sarab ettiniz, kalbimni hop vayron ettiniz. Alvida ham demay ketdingiz, eslab turing sevganim uchun. Bilmadingiz muhabbetimni, sezmadingiz sadoqatimni. Qaytib bering halovatimni, eslab turing sevganim uchun. Qaytib bering halovatimni, eslab turing sevganim uchun. Eslab turing sevganim uchun, eslab turing sevganim uchun. Qancha xatlar yozganim uchun, aqlimdan ham ozganim uchun. Eslab turing sevganim uchun, eslab turing sevganim uchun. Qancha xatlar yozganim uchun, aqlimdan ham ozganim uchun.
aybim nima ayting demasman aytmadim men butkul unuting eslab turing sevganim uchun tegmasin hech nomingizga dog' azob bersa qalbingiz firoq yodingizga oling goh eslab turing sevganim uchun o'tinchim shu saqlamangina har kuningiz qilib tantana iltimosim shudir birgina eslab turing sevganim uchun iltimosim shudir birgina eslab turing sevganim uchun eslab turing sevganim uchun eslab turing sevganim uchun qancha xatlar yozganim uchun aqlimdan ham ozganim uchun eslab turing sevganim uchun eslab turing sevganim uchun qancha xatlar yozganim uchun aqlimdan ham ozganim uchun eslab turing sevganim uchun qancha xatlar yozganim uchun eslab turing sevganim uchun aqlimdan ham ozganim uchun rahmat Nurulaga. Bu qo'shiq so'zlarini bolaligingizda yozganmisiz deyman, ha? Xotiralar so'ramang. Chunki hozir xat yozadiganlar qolmadi, hammasi SMS bo'lib ketdi-yu. Ha. Endi bu muallifi qadrdon do'stim, jigarimiz Hasan Murodov qalam. Hasanning she'rimi bu? Hasan. O'z bir joydan dardi og'ir bolani, dardi og'ir. Xo'p, hali bu haqida ham gaplashamiz. Ana endi Yoqutxon, sizga savollarimiz bor, siz bilan suhbat qiladigan mavzuyimiz bor bugun, ya'ni o'sha 25-aprel xalqaro DNK kuni munosabati bilan bugun gen haqida gaplashar ekanmiz, ya'ni gendan o'tadigan xislatlar, fazilatlar, umuman qandaydir bir xastaliklar bo'lishi mumkin, xudo ko'rsatmasin. Mana shular haqida gaplashamiz. Undan oldin shu gen haqida, umuman genetika haqida bir kirish so'zi qilib bersangiz. Genetika bu irsiyatni o'rganuvchi fan. Bizdagi irsiy ma'lumotlar, axborot DNK da saqlanadi. Hozir aytib o'tganingizdek, 25-aprel 1953-yilda birinchi marta Tabiat degan jurnalda DNKni ochilishi, ya'ni DNK haqida birinchi maqola chop etilgan va mana shu DNKni o'rgangan olim shunaqa fikr bildirib qoldirgan ekan. DNK bu bizani biologik kodimiz. Ya'ni DNKda joylashgan har bir genlar xuddi harflar orqali yozilgan kodga o'xshaydi. Har bir belgi DNKda axborot, genetik axborot sifatida saqlanadi va bu nasldan naslga meroslanib boradi. DNK orqali nechta avlodni aniqlash mumkin? DNK orqali 7 tadan ko'p avlodni aniqlash mumkin. 7 tadan ko'p avlodni aniqlash mumkin. Endi xislatlar, o'tish xislatlarichi, mana onadan 85-75% o'tadi degan xislatlar eshitganmiz-da, shuni. Otadan kamroq, qanchalik bu to'g'ri? O'zi aslida farzand 50% onadan, 50% otadan irsiy ma'lumotlarni oladi, lekin ba'zi belgilar aytib o'tganingizdek, kuchliroq o'sha onadan masalan o'g'ilga berilishi mumkin yoki otadan o'g'ilga berilishi mumkin. Otadan bo'lishi mumkinmi shunaqa? Chunki onadan ko'proq o'tishini eshitganmiz, chunki onani vujudida shakllanadi. To'g'rimi? To'g'ri. Bundan tashqari o'zi mana iste'dod haqida hozir gapirib o'tdik. Masalan, musiqaga bo'lgan iste'dod ham 50-70% holatda ota-onani genlari uyg'unlashgani sabab yana ham o'sha kuchliroq yuzaga chiqar ekan. Har ikkalasida bo'lsa ham bu ikkita genlar bir-biri bilan uyg'unlashib ota-onadan kelgan. Yana ham kuchayib farzandda mana shu iste'dod yuzaga chiqar ekan. Keyin yana bir narsa bor ekan, buni ham o'qiganman, o'sha farzandda nimaiki yaxshi xislat, fazilatlar bo'lsa, otadan, nimaiki yomon illati bo'lsa, onadan olar. Voy tavba, shu so'zni teskarisini eshitganman-da. Nimaiki yomon xislatlari bo'lsa, bu otadan o'tadi, yomon xislatlari bo'lsa, onadan. Voy, seni shu qilg'ing onangga o'xshaydi-da deb urishib qolishadi-yu erkaklarimiz.
Yo'q, bu to'g'ri. isbotlangan bu ma'lumot emas tibbiy tomondan. Chunki Bu to'qilgan ma'lumot. to'qilgan ma'lumot xuddi shunaqa. Chunki barcha o'sha ma'lumotlarni 50% onadan, 50% otadan oladi farzand. Meni hozir xursand qildingiz shu ma'lumotni aytib. Xo'p, endi DNK ma'lumotlari necha kunda aniq bo'lardi? DNKga tekshiruv o'tkazilsa 1,5-2 oylarda. 1,5 Uzoq muhlat ketadi. Chunki tasavvur qiling, 25 mingta gen bor DNKda. Mana shu genlar ketma-ketligini harflab o'qib chiqish juda ko'p vaqt talab qiladi. Qoyil. Xudo sabr bersin. Bu yangi texnologiya, bu yangi bir davr tekshiruvlari. Mana o'sha yangi texnologiya, yangi davr deyapsiz. Balki tezlashgandir bu jarayon. Chunki hozir juda ham bir tezlik bilan rivojlanyapti-da. Mana shu tez o'qigan jarayonni o'zida shuncha vaqt. Hozir mana gen deymiz, endi nima deydi, bir o'sha xalqimizni bir jaydari tilida aytganimizda Nurli aka suyak suradigan deydi-ku. Shu suyak suradigan ham o'sha gen deganida, to'g'rimi? Genetikaga taalluqli bo'lgan narsa. Mana shu suyak suradigan, gendan o'tadigan bir qandaydir xastaliklarni yoki yomon illatlarni oldini olsa bo'ladimi? Oldini olsa bo'ladi. Birinchi biz o'sha oilani tarixini bilib olishimiz kerak va oilani shajara daraxtini chizib oladi genetik shifokor. Masalan, qaysi kasalliklar bilan og'rigan, oilada qanaqa kasalliklar uchragan, qarindosh nikoh yo'qmi? Shu ma'lumotlarni olib, o'sha genetik shajara chizilgandan keyin qanaqadir xulosaga kelish mumkin. Qarindosh nikoh mumkin emas, ha? Qarindoshlar o'rtasidagi nikohda mana shu uxlab yotgan, yashirin bo'lgan yomon genlar uyg'onib kuchga kiradi va bolada kasallik keltirib chiqaradi. Seziladi. Endi yomon xislatlar haqida gaplashsak-da, o'sha yomon xislatlar o'tishi mumkinmi? Yoki bu o'sha oiladagi tarbiya, muhitga ham bog'liqmi? Yomon xislatlarning o'tishi 50-70% ni tashkil qiladi va muhit sabab bo'ladi. Mana shu xislatlarni yuzaga chiqishiga. O'sha 50-60% ni tashkil qilsa-yu, lekin oiladagi muhit juda ham bir go'zal bo'ladigan bo'lsa-chi, u o'sha 50% yaxshilik tomonga o'zgarib ketishi mumkin. Albatta. Hattoki mana iste'dodli bo'lgan farzandlarda ham agar muhit va oiladagi o'sha sharoit yaratilmasa, u iste'dodni yuzaga chiqishi yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Chunki eshitganmizki, 99% mehnat, 1% o'sha iste'dod bo'lsa ham uni shakllantirsa bo'ladi. Lekin aynan 99% talant bo'lib turib, o'sha iste'dod bo'lib turib, agar birgina foiz mehnat bo'lmasa ham, u yo'q bo'lib ketishi mumkin. To'g'ri qo'shilaman. Bo'ldimi? Gapingiz qolmadi. Marhamat. Xo'p, davom etamiz. Endi boya aytdik-ku, o'sha bugun tabriklarga ham biroz kam vaqtimiz qolishi mumkin, chunki foydalanishimiz kerak mehmonlarimizdan, kelganlardan, ulardan ko'proq ma'lumot olishimiz kerak, ulardan ko'proq bahramand bo'lishimiz kerak san'atlaridan dedik. Nurullo Qurbonovni yana bir sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Qo'shiq. Xo'p. Karam bilan. Akalarimmi-da, akalaringmi-da Nurullo aka? Akalarim ko'p. Akalarim ko'p. To'ridagi mella maqtanib, boshimga ish tushsa qoldi maqtarib. Xiyonatkor do'stu ulfatlarimdan qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p. Jigarim deya erkalab suygan, dunyoda sizdayin mardi yo'q degan. Omadim kelmay egilgan chog'da salomim unutgan ukalarim ko'p. Qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p. Salomim unutgan ukalarim ko'p. Daho yurishmasa biror bir ishim, meni tashlab ketgan jo'ralarim ko'p. Qo'lim silkib ketgan akalarim
jonsiz deya mehrini bergan, shonu shuhratimga ko'zi o'ynagan, meni yaqin toyim deya erkalab, yuzun burib ketgan go'zallarim ko'p. Zebu ziynatlardan o'zin bezagan, ishim tushganida qo'lim cho'zmagan, ukaxonim deya goho maqtagan, meni shunday ajoyib opalarim ko'p. Qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p, salomen unutgan ukalarim ko'p. Goho yurishmasa biror bir ishim, meni tashlab ketgan jo'ralarim ko'p. Qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p, salomen unutgan ukalarim ko'p. Goho yurishmasa biror bir ishim, meni tashlab ketgan jo'ralarim ko'p. Qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p, salomen unutgan ukalarim ko'p. Goho yurishmasa biror bir ishim, meni tashlab ketgan jo'ralarim ko'p. Qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p, salomen unutgan ukalarim ko'p. Goho yurishmasa biror bir ishim, meni tashlab ketgan jo'ralarim ko'p. Rahmat Nurullo aka, yashang. Bu ham o'sha biz birga klip olgan qo'shiq emasmi? Ha, klipga o'zingiz Bu remix qilibsiz-da bu? rejissyorlik qilibsiz-ku. Bu remix bo'lgan, ha? Hozir klipni ham gaplashamiz. Azizlar, mana Yoqutxondan ajoyib ma'lumotlarni oldik. Yoqutxon, rahmat sizga kattakon. Biror aytadigan gapingiz qolmadimi? Mo'ljallab qo'ygan shuni Yana aytishim agar kerak. savollar bo'lsa javob beraman. Savolimiz nazarimda qolmadi. Biz kerakli javoblarni oldik. Agar tomoshabinlarimizda qandaydir savol bo'lsa, bizga SMS orqali yo'llab qo'ysangiz, Yoqutxon bilan hamkorlik qilib, keyin ko'rsatuvlarga yana taklif qilamiz. Yana sizni o'sha savollaringizga javob olib berishga biz harakat qilamiz. Lekin qisqa fursat bo'lishiga qaramasdan juda ham bir tushunarli, aniq javob berdingiz. Rahmat. Tushunarli sizga katta rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Biz mavzuga xos holda azizlar, hozir TV Shifokor sahifasi bilan ko'rsatuvni davom ettiramiz. Marhamat. Tez ozishga emas, balki tezroq ozishga kirishing. Ortga surmang. Mayli oyiga 2-3 kilogrammdan bo'lsa ham, agar shunday ketsa, siz bir yilda 20-30 kilogramga ozishingiz mumkin. Endi esa osilgan terini taranglashtiruvchi siz bemalol qila oladigan 7 ta tavsiyani beraman. Birinchisi mashg'ulotlar qilish. Odatda aerobik mashqlar juda ham foydali hisoblanadi va bunday mashqlarning davomiyligi 30 daqiqadan oshmasligi kerak. Siz kunda yoki uzog'i bilan 2 kunda bir marotaba 20-30 daqiqa shunday mashqlarni qilsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin arqonda sakrash, suzish, intensiv raqsga tushish yoki chegal yozdi mashqlari. Shularni ham qila olmasangiz, eng kamida kunda 30-40 daqiqa intensiv piyoda yurishingiz kerak. Bu mashqlar butun tanada, ayniqsa teridagi qon aylanishini yaxshilaydi. Teridagi qon aylanishini yaxshilanishi esa unga kerakli bo'lgan ozuqa moddalarining kelishini yaxshilaydi. Bu esa terini tez tiklanishiga yordam beradi. Ikkinchisi, me'yorda suv iching. Yosh o'tib borgan sari tanadagi suyuqlik miqdori kamayib boradi. Bu esa terini quruqlashib, turli ajinlar tushishiga sabab bo'ladi. Qolaversa, suvsizlangan teri o'zini tarangligini va turgorligini yo'qotadi. Bu esa terini osilib qolishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, teri parvarishi ham juda ham muhim. Turli yog'lardan, masalan, zaytun moyi bilan massaj qilish uni tiklanishiga yordam beradi. Zaytun moyi tarkibida erta qaritadigan genni bloklaydigan modda bor. Massaj esa shu qismlarda qon aylanishini yaxshilab, teridagi ajinlarni ketishga yordam beradi. Sifatsiz sovun va shampunlarni ham iloji boricha ishlatmaslik kerak, chunki ularning tarkibida terini quritib yuboradigan va mikro jarohatlar qiladigan kimyoviy moddalar ko'p bo'ladi. Mikro jarohatlarga esa turli xil bakteriyalar tushib, yallig'larni chaqirishi va husnbuzarlar toshishi mumkin. To'rtinchisi, aynan tunda yaxshi uxlash kerak, sababi bu vaqtda yoshlik eliksiri bo'lgan o'sish gormoni ishlab chiqariladi. Bu ayniqsa 35 yoshdan oshganlar uchun juda ham muhim. Bu gormon eski hujayralarni yangilaydi. Beshinchisi, stressdan qochishga harakat qiling. Chunki kayfiyat ham
teri holatiga ta'sir qiladi. Doimiy yomon kayfiyatda va stressda yurish melanin pigmentini ko'p hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu esa terini qorayishiga va xiralashishiga olib keladi. Hech e'tibor berganmisiz? Odatda doimiy tushkun kayfiyatda yuradigan, stressda yuradiganlar erta qarib ketadi. Sababi ham mana shunda. 6-si quyosh nurlari ostida uzoq yurmang. Quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlari teri tarkibidagi kollagenni parchalab yuborib, teriga zarar berishi mumkin. Agar siz quyoshdan himoya qiluvchi kremlardan foydalansangiz, ultrabinafsha nurlarning zararli ta'sirini kamaytiradi. Bu bilan siz terini o'z holatiga qaytishini tezlashtirsangiz bo'ladi. 7-si vitamin A ga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish terini holatini yaxshilaydi. Buning uchun sut, sariyog', pishloq, tuxum kabi mahsulotlarni muntazam iste'mol qilishingiz kerak. Ko'pchilik terisini osilib qolishidan yoki yuziga tushadigan ajinlardan qo'rqib ozishga harakat qilmaydi. Lekin bilingki, semizlikning sog'liqqa zararlari juda ham ko'p. Terini osilib qolishi yoki yuzga tushadigan ajinlar bular o'tib ketadigan holat. Ularni avvalgi holatiga qaytarsa bo'ladi, ularni tarin qilsa bo'ladi. Lekin sog'liqni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Bu narsani hech qachon esdan chiqarmaslik kerak. Siz ozish jarayonida biz yuqorida bergan tavsiyalarni birgalikda qo'llab borsangiz, sizda bunday muammolar bo'lmaydi. Inkonga gapirib ko'ring-chi. Ha, baribir pastroq. Hop, diqqat. Multfilmga faoliyatga jonli ijroda bo'ladi deysiz, hozir diqqat. Multfilm nima? Qunduz bobomi? Amakijon. Ha. Nima? Nima ekan? Multikami? Qaysi multik? Xo'p, studiyaga qaytdik adashmasam Ma'rifatxona. Qaytdik. Ana endi biz soatimiz millari 7 dan o'tibdi. 5 daqiqadir, kimdadir 6, kimdadir 4 dir balki. Bolajonlarni xursand qiladigan vaqtimiz keldi, Ma'rifat. Xuddi shunday. Bu daqiqalarni bolajonlarimiz intiqlik bilan kutishadi. Hozir bolajonlarimiz e'tiboriga ota-onalarni ham deymiz. Retro multfilm, retro. Mazza qilib birgalikda tomosha qilib olamiz, bolalikka sayr qilamiz. Marhamat. Qaranglar, qushlar bog'dagi mevalarimizni cho'qishyapti. Xo'jag'ayni ham, olxo'rini ham cho'qishyapti. Og'izlariga yoqib qolgandir-de. Ular shirin ovqatimizni ham yeb qo'yishyapti. Mazza qilishyapti. Endi shuni ham yomini shirin kulchayapti. Chunki shirin-de. Voy, chopatlaying. Bizga ozgina qoldirisharmikin? Urinib ko'ramiz. Kesh! Ana uchib ketishdi. Yana kelishadi. Ungacha bir voqeani so'zlab beraman sizlarga. Kesh! Qizil qorag'atda uchishmayapti. Dastorgul va Tannozoy. Matye degan bir fermer bor ekan. Uning fermasida Dastorgul degan sigiri va Tannozoy degan tovug'i bor ekan. Ular tinchgina ammo zerikarli hayot kechirar ekan. Matye sigiri bilan tovug'ini zerikayotgani sezmagandek ko'rinar ekan. U uylanmabdi chunki hech bir qiz shahardagi o'yin kulgilardan voz kechib, bu ovloq joyda yashashni xohlamaydi deb o'ylar ekan. Kunlarning birida Tannozoy omborxona tomiga tirab qo'yilgan narvondan tepaga chiqibdi. Tom boshida turib u poyonsiz moviy dengizni, uni o'rab turgan oltindek sap-sariq ajoyib plajni ko'ribdi. Voy dengiz! Tannozoyning ko'zi o'tkir ekan. U hatto Nimalarni ko'ryapsan? Rang-barang yelkanli qayiqlarni, juda ko'p no'xatday odamlarni. Men ham ko'rishni istayman. Qandoq ko'rasan? Tomga-ku chiqolmayman albatta. Unda ketdik o'sha yoqqa. Shundan keyin ikkovlari jonajon fermalarni tashlab chiqib ketishibdi. Sigir bilan tovuq so'qmoq yo'llardan, dalalardan o'tib to'ppa-to'g'ri ketaverishibdi. Qanday go'zal manzara. Dengiz quyosh nuridan tovlanarmish.
Kelganimiz yaxshi bo'ldi. Shuncha yurib charchagandik ham. To'lqinlar ham, dengiz o'tini hidi ham, hamma narsa ularni zavqlantiribdi. Dastorgul yumshoq qum ustida yastanib yotibdi. Tinib tinchimas tannozoy bo'lsa, to'lqin qirqoqqa chiqarib tashlagan chaqaloqlarni tumshuq bilan kavlab ko'ra boshlabdi. Termada bunaqasini ko'rmagansan, biram shiringa qoq. Meni ham qornim ochdi. Nariroqda bir boqolni ko'rdim. U juda shirin narsa sotayotganga o'xshaydi. Ha, odamlar uymalashib turibdi. Yur, biz ham boramiz. Ular muz qaymoq sotayotgan qizning oldiga borib navbatga turishibdi. Qaymoqli, makizli, shokoladli muz qaymoqlar. Hammasidan. Menga makizligidan. Marhamat. Men yeb bo'ldim. Men muz qaymoqni mazza qilib yeyishni yoqtiraman. Muz qaymoq sotuvchi qiz Klementina qo'l cho'zib debdi. 12 frank berasiz. Sigir bilan tovuq tushunishmabdi. Ularni hayron qolganini ko'rgan Klementina uni ilojini topdi. Yaxshi, sizlar menga har kuni sut bilan tuxum berasiz. Evaziga to'ygilishimiz qaymoq yeyaverasiz. Kelishdik. Roziman. Dastorgul bilan Tannozoy Klementinaning yonidan joy olishibdi. Sigir bilan tovuqning surati tushirilib, Klementinaning eng shirin sut va tuxumdan tayyorlangan mazali muz qaymog'i deb yozilgan yorliq tayyorlanibdi. Mana buni reklama desa bo'ladi. Shundan keyin Klementinaning do'koni oldida xaridorlarning keti uzilmabdi. Voy, mevalarimiz nima bo'ldi ekan? Ular qushlar qornida. Biron taklifinglar bormi? Qulochini yozib turgan odamni yasash kerak. Qo'riqchimi? Ha, o'sha juda kerak. Eski choponni kiydirib qo'yamiz. Ha, yaxshi bo'ladi. Ikkita uchta tayoq ham olib qo'yish kerak. Ha, yana siz kiymay tashlab qo'ygan shlapangizni ham. To'g'ri, arqonam kerak. Menimcha yaxshigina qo'riqchi bo'ladi. Mevalarni qushlardan qo'riqlasa bo'lgani. Uni kattakon qilyapsizmiz. Yana yiqilmaydigan qilib. Keyin qo'rqinchli ko'rinadi. Voy, ko'rsa qo'rqadi. Endi uyga kiramiz. Ko'raylikchi qushlarni qo'rqitarmikin yo'qmi? To'g'ri. Hozir bizga shirin kulcha berasiz, ha? Yo'q, undan ko'ra erta aytib bering. Qaymoq haqida bo'lsin. Mayli, eshtinglar. Klementinaning nikoh to'yi. Fermer Matiye suvga tushgan mushukdek shalvirab qopti. U sigir bilan tovuqni yo'qotib qo'ygan edi-da. Ularga nima bo'ldi ekan? Nega ketib qolishdi? Shunchadan beri daraklari ham yo'q-a? Bir kuni Matiye sabzavot sotgani shaharga jo'natdi. U bir afisha oldida mashinasini to'xtatibdi. Afishadagi sigir bilan tovuq ko'zga issiq ko'rinibdi. Barcha avliyolar haq qasamki, ular meni jonajon Dasturgulim bilan Tannozoyim. Plyaj. U sabzavotlarni mashinada qoldirib, plyaj tomon shoshilibdi. Klementina uni muz qaymoq yemoqchi bo'lgan xo'randa deb o'ylabdi. Mag'izligidanmi yo shokoladligidanmi? Unisi ham kerak emas. Men sigirim bilan tovuqimga keldim. Dastorgul bilan Tannozoygami? Ha, bilasizmi, ularni afishada ko'rdim. Ular meni sut va tuxum bilan ta'minlab turishibdi. Matiye Klementinaning husniga mahliyo bo'lib o'ylanib qopti. Balki biz kelisharmiz. Siz menga juda ham yoqib qoldingiz. Menga turmushga chiqishni xohlaysizmi? Ikkovimiz birgalikda eng mazali muz qaymoqlar tayyorlardik.
Dastorgulning suti va Tannozoyning tuxumidan. Sizni ham men bir ko'rishda yoqtirib qoldim. Plyajda yurgan Dastorgul va Tannozoy Klementina bilan Matiyeni ko'rib qolishibdi. Qarasalar, Matiyeni ham, Klementina ham ko'zlari quvonchdan porlarmish. Mening azizlarim, qayoqda edingiz? Qanday ajoyib uchrashuv. Fermada Matiye bilan Klementinaning nikoh to'yi bir necha kungacha davom etibdi. Dastorgul bir salobatli buqa bilan bearmon tansa tushibdi. Men qishloqdagi eng chiroyli ekan xo'roz bilan raqsga tushdim. Ey, kelin-kuyov yashasin. Qimirlamang. Turgan gapki, to'yga kelgan mehmonlar eng mazali muz qaymoqlarni to'yib yeyishibdi. Mag'izli shokoladli muz qaymoqlar. Shu fermada hamma baxtiyor yashay boshlabdi. U yerdan kun bo'yi go'daklarning sho'x kulgusi, buzoqlarning ma'rasi eshitilarmish. Hamma yoqda mening jo'jalarim cho'qqillab yuribdi. Jo'ja xo'rozlarim qoq. Endi mag'izli shokoladli muz qaymoqlarni ko'proq tayyorlaymiz. Yana qulupnayli, malinali, limonli muz qaymoqlar ham. Klementina bilan Matiye muz qaymoqlarni hamon plyajda sotarmish. Parijdagiday. Shunaqa ham mazaliki. Muz qaymoq qilib sotsak bo'lardi. Voy, lekin kimga sotamiz? Bu yerda xaridor yo'q. Qo'riqchimiz nima bo'ldi ekan? Bilmadim, undan foyda bo'lmasa kerak. Voy, qo'riqchimizga 3 ta qush qo'ymoqchi. Ular tanishib olyapti. Chiroyli. Ular urug' va danaklar sochishadi, keyin yangi daraxtlar o'sib chiqadi. Olma xola yong'oqlarni qayerga yashirgan bilishmaydi. Juda to'g'ri. Yong'oqlarda foyda yo'q. Yo'q, tabiatda hamma narsa foydali. Rostami? Voy, juda chiroyli sayrashar ekan. Mevalarni yeyisha qolsin. Faqat hammasini emas. Xo'p, yana studiyaga qaytdik Ma'rifatxon. Yana mehmonlarimizga qaytdik. Endi biroz to'lib, toshib mana sahnalarni to'ldirib, kichkinagina studiyamizni bir bugun ko'p sonli musiqachilari bilan birgalikda, sozandalar bilan birgalikda kelib to'ldirib bergan Nurullo Qurbonovga yana bir bor rahmat deymiz. Rahmat. Hurmatli Buxoroni Jaydar bolalari, xush kelibsizlar, akalar, ukalar, Assalomu alaykum. Bir yaxshi gaplarim bor aytadigan umuman sozandalaringizga ham va o'zingizga ham. Menimcha bitta jonli ijroda bir kirish qo'shiq qilgandan keyin, nasib. Hozir qaysi qo'shiq eshitamiz? Buxoroga bir keling degan qo'shiqni aytamiz. Qani. Zora shu qo'shiqdan keyin borsak ham Buxoroga. Nasib, Xudo xolasa kutib qolamiz, boringlar aylanib. Katta rahmat. Qani boshlang qani aka? Ketdik. Qani jonliga qay darajada javob? Ko'chalari loldir sayoqlar nechalari Buxoroga bir keling olam isra yagona shash maqomi durdona yetti birlar makoni Buxoroga bir keling olam isra yagona shash maqomi durdona yetti birlar makoni Buxoroga bir keling Qo'shqar hunarmandni
u yaratgan go'zal san'atni yo'qlab hazrati Naqshbandni Buxoroga bir keling olam uzra yagona shash maqomi durdona yetti birlar makoni Buxoroga bir keling olam uzra yagona shash maqomi durdona yetti birlar makoni Buxoroga bir keling olam uzra yagona shash maqomi durdona yetti birlar makoni Buxoroga bir keling olam uzra yagona shash maqomi durdona yetti birlar makoni Buxoroga bir keling olam uzra yagona yetti birlar makoni olam uzra yagona shash maqomi durdona yetti birlar makoni Buxoroga bir keling rahmat Nurli aka, xudo xohlasa albatta biz endi buxorolikmiz, Buxoro sharif shahrini bilamiz, Buxoroi sharifni, Buxoroga bormaganlarni Buxoroga taklif qilamiz azizlar. Buxoroni muborak qadamjoylari bor, muqaddas qadamjoylari bor va albatta mana shunday ovozi butun, san'ati butun bo'lgan butun san'atkorlari ham bor. Yana bir bor xush kelibsizlar, xush ko'rdik akalar, do'stlar. Endi Nurli aka, men aytmoqchi edimki, bir gap borda, ayniqsa mana shu san'atkorlarda shunday bir gap yuradiki, bu ijod qilish uchun, xalqqa tanilish uchun poytaxtda bo'lish kerak. Poytaxtda imkoniyat bor. Viloyatiga qaytib ketsa yoki o'zini tumanida, qishlog'ida yashasa ijod qila olmaydi, ko'zga ko'rina olmaydi, xalqqa tanila olmaydi degan bir narsalar yuradi-da. Lekin ma'rifat Nurli, mana shu yigit baraka topsin, ijodiga muvaffaqiyat tilayman. O'sha Buxoroni Romitan Peshku tumanida turib, Romitanda turib yashab, o'sha yerda ham mana ijod qilsa, o'sha yerda ham ko'zga ko'rinsa, o'sha yerda ham mualliflik qo'shiqlarini chiqarsa, o'sha yerda ham xalqqa bir o'zini san'atini namoyish etsa bo'ladi degan narsani isbotlayapti. Haqiqatdan aynan mana shu qo'shiqlar orqali juda ham bu sezildi. Hali juda ko'p qo'shiqlar. Juda ham bitta qo'shiq orqali shunchalik sezilgan bo'lsa, endi qolgan qo'shiqlar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Haqiqatdan ham juda ham bir boshqacha, insonga kayfiyat beradigan, Buxoroni bir yaxshi kayfiyatda kutib oladigan xalqi ko'z oldimda namoyon bo'ldi. O'z-o'zidan Buxoroga sayr sayohatga chiqamam, yo'l olgimam keldi. Bilasizmi, bir Buxoro farzandi sifatida qanchalik mehmondo'st ekanligingizni ko'rsatib qo'ydingiz hozir shu joyda. Toza qalb egasi ekanliklarini. Bizning studiyani imkoniyatlari buni talablarga javob bermayapti. Hammasiga bo'lmasa yondirib boradilar. Mikrofonlarni otadigan nimalari bor, chiroyli sahnalarda qiladigan harakatlar. Bu yerda mikrofon olsa qaytib tushmasligi mumkin. Tepada qolib ketishi. Mayli, bu albatta hazil va Nurulloni Ma'rifatxon ijtimoiy tarmoqda, Instagramda bugungi kunda chiroyli kontentlari ham bor. Unaqa bir aktyorlik mahoratlari ham bor, yaxshigina ijro qobiliyatlari bor. Undan tashqari mana shu ijtimoiy tarmoqda ko'rdim, shu narsani so'rayman sizdan dedim, chunki u yerda uncha tushuna olmadim-da, qisqa ko'rdim. Sunnat to'yi qilingani haqida bolalarga, kam ta'minlangan bolalarga. Ha, uddalaymiz jamoasi. Shuni bir gapirib beringchi o'zingiz endi, tushuntiraman. Endi bizada ro'za oyida bir oy dam olish bo'ladi-da. Xizmatlar kelsa ham biza xizmatlar olmaymiz. Chunki deganda sog'likka ham qarash kerak deydi-ku. Keyin o'sha ro'za Ramazon oyida savob uchun bitta ruchkani sotib 5 ta bolaga sunnat to'yi qilib bermoqchi edik. Uddalaymiz jamoasi o'zi 2 kishi yaxshi ukalarimiz, Ro'shanjon, Bobirjon, ular bilan birgalikda 5 ta to'y bo'ladi. Rejamizda 5 ta edi, 21 ta bo'lib ketdi. Bitta to'yxonada
21 ta bola. Peshko'da Romitandan 6 ta to'y bola, Peshko'dan 10 tadan ziyod, Jondor, Kogon tumanlaridan to'y bolalarni keltirib, har bitta to'y bolani endi yaqin qarindoshlari 15 kishi, 20 kishi atrofida kelishdi, sarpolar qildik. Bitta ruchkani sotib, endi homiylarimiz ham chiqdi, yordam berishdilar, rahmat hammalariga. Endi hozir ikkinchi proyektlari, ya'ni ikkinchi planlari uy qurib beryaptilar hozir. Endi menda xizmatlar boshlanib ketdi, keyin vaqtim bo'lmay qolyapti. Endi men o'sha uy to'ylarida, biroq konsertlarda endi biz xizmat qilib beramiz-da. Lekin baribir savobli ishga juda ham bir katta hissangiz qo'shilibdi. Shunday. Bu juda yaxshi. Baraka topinglar. O'sha ko'rgan bo'lsangiz Instagramda ham endi gaplaringiz bo'ldi. O'rtog'im chaqirardi, reklama qilib ber, unisi chaqirardi, yo'q deb kelardim. O'sha ozgina mablag' muammosi bo'lganda bir kunda reklama qilib beraman. Kim necha pul bersa, 100 ming beradimi, 500 ming so'm Uni beradi. eshitdim. Shunaqa qilib ish qilib nima dedi? Uddaladik. Tadbirkor ekansiz, qarang. Uddaburonlar qoyil. Bizda hozir biroz tanaffus qilsak, O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida tashkil etilgan ko'rgazmada Turksaroy xalqaro turkiy madaniyat tashkilotiga a'zo davlatlarning ayol rassom va hunarmandlari ijtimoiy ishlari namoyish etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Tarixdan ma'lumki, turkiy xalqlar ayollari faqatgina oila va ro'zg'or ishlari bilan band bo'libgina qolmay, bir vaqtning o'zida tasviriy va amaliy san'at bilan ham shug'ullanganlar. Ular yaratgan hunarmandchilik buyumlari butun dunyoga mashhur. Gilam va kashta to'qish deymizmi, do'ppi va libos tikishmi, hatto zargarlik va sopol buyumlar yasashda ham mahoratlarini namoyon qilganlar. Bugun ham ana shu an'analar davom etmoqda. Xalqaro tasviriy va amaliy san'at festivali doirasida tashkil etilgan mazkur ko'rgazma bunga yaqqol misoldir. Undan nafaqat tarixiy va an'anaviy, shuningdek, zamonaviy san'at asarlari ham o'rin oldi. Bu salon tamamen bana ait. Salondakilerin hepsi printmaking, baskı resim. Bu zaldagi ekspozitsiyaning barchasi mening asarlarim. Ular bosma rasm deyiladi. Bunda tasvirlar matoga tushirilishidan oldin maxsus yuzaga bo'yoq beriladi. O'zim istagan rang hosil bo'lgandan keyin matoga bosaman. Ko'proq gullar mavzusi meni qiziqtiradi, chunki ular juda go'zal. Gullarni ayolga o'xshataman. Ishlarim asosan katta hajmda va har birida boshqa gullarni aks ettiraman. Asarlarni tomosha qilib, ko'rgazma ishtirokchilarining turli janrlarda ijod qilganliklariga guvoh bo'lasiz. Har bir yo'nalish o'ziga xos mavzuga va betakror badiiy uslubga ega. Здравствуйте, я из Туркменистана, Гочмурадова Гунча. Я тоже участница этого фестиваля, и здесь мы тоже участвуем со своими работами. Здесь у меня 4 работ, которые самые мне любимые из них. Вот это «Птица счастья». Произведение посвящено моей семье. Я здесь рассказываю женскую жизнь, заботы семейные. И помимо этого наши женщины творят, рисуют. И при этом они очень счастливы. Ushbu ekspozitsiyada Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Turkiya va O'zbekiston rassom hamda hunarmand ayollari o'z ishlarini nafaqat namoyish qildilar, shuningdek, tomoshabinlarga asarlarni yaralish tarixi va jarayonlari haqida ham gapirib berdilar. Mana azizlar, yana buxorolik kelgan san'atkorlarimiz bilan birgalikda yana bitta chiroyli qo'shiq ijro qilmoqchimiz. Hozir sizlarga havola etmoqchimiz. Ochiq o'zi, shaxsan o'zim ham sog'inganman Buxoroning qo'shiqlarini. Qanaqa qo'shiq aytib berasiz Nurul aka? Endi hozir ustozlardanmi? Ustozlarni bir qo'shiqlarini aytib bersak. Mayli. Qani. Har yigitning aslin bilay desangiz, marakada o'tirib turishin ko'ring. Marakada o'tirib
oshna bo'lay desangiz, birov bilan oshna bo'lay desangiz, avval va'dasinda durushin yuring, avval iqrorinda durushin yuring. Qardoshdan zavda oshilib, qadrsiz yot bilan qarindosh bo'lib, baxtim qulunasa duchib, baxtim qulunasa duchib, xo'janing Saidning yurishin yuring, ba'zi birovlarni yurishin yuring, xo'janing Saidning yurishin yuring. Ey yashaylar. Rahmat. Bo'lar ekan mana maza qildik. Aka. Katta rahmat. Shunday davom etamiz jonli ijrolarda. Hozir bitta kinofilmlarga bag'ishlangan bir lavhamiz bor azizlar. Siz shuni ko'rib turguncha biz guruh bilan kelishib olib yana bitta yaxshi qo'shiq tayyorlab qo'yamiz sizlar uchun. Marhamat. Xursandman. Salom shoh. Juda ham xursandman. Salom shoh. Xursandman. Salom shoh. Xursandman. Juda ham xursandman. Salom shoh. U tarjimon bo'lish haqida o'ylardi. Moskvadagi Xalqaro munosabatlar institutida o'qish orzusi edi. Ammo aktyorlikka qiziqishi ustun kelib, tanlagan kasbini o'zgartirishiga to'g'ri keldi. Qani, davom eting. Kirish imtihonlarida teatr bilim yurtida tanlov hay'ati a'zolariga Yuriy Yakovlevning tashqi ko'rinishi yoqmagan. Ular ekranbop emas degan yakdil xulosa chiqardi. Bilasam, uni basharasi aqlliroq. Iltimos qilaman, basharamga til tekkizma. E'tiroz bildirganlar orasida mashhur aktyor va pedagog Vladimir Etush ham bor edi. Nahotki. Keyinchalik ular bu voqeani eslab kulib yurishgan. Sen kimliksan? Mazirda so'rtalardiz kimligi deganingizni qanday tushunish kerak? Kimni qarolisan deb so'rayapman. Kechirasiz gaplaringizga tushunmayapman. Taqdir hazili yoki qushdek yengil bo'ling film ekranlarga chiqqach, u muxlislarning o'z ismi qolib, Ipolit deb chaqirishlariga o'rganib qolgan edi. Nima qilayotganingni bilasanmi? Xalal bermanglar, ishini yopib qo'yinglar. Ipolit. Paltoyi rasvo bo'ladi. Nokaslik qilman, Nadinka. U kino va teatrda 100 dan ortiq rollarni ijro etib, shon-shuhrat cho'qqisiga ko'tarilgan bo'lsa-da, hayotdagi eng katta yutug'i farzandlari ekanini ta'kidlagan. Ijodkor 2013-yilda vafot etdi. Uning farzandlari va nevaralari orasida ham san'at yo'lini tanlaganlar bor. Yana bir ma'lumot, aktyor Spartak klubining ashaddiy muxlisi bo'lgan.
ommaviy zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Bu sizga traleval emas. Hamza Umarov ovozlarini sog'ingan ekanmiz, Ma'rifat. Haqiqatdan Ivan Grozniy kasbini o'zgartiradi film biz uchun juda ham bir yoqimli film, maza qilib tomosha qilamiz har safar. Biz yana studiyadamiz. Biz yana Nurulloga va ularning jamoasiga murojaat qilamiz. Ijrolarida bitta chiroyli qo'shiq. Xo'p, shunday jamoa bilan kelishgan holda kim javob beradi deydi-ku? Kim aytadi qo'shiq? Qaysi qo'shiqni eshitamiz? Do'st haqida qo'shig'imiz bor. Do'st haqida? Beraylik. Mayli. Oxirrog'ida sho'xlashamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Chin do'st kim u, kim yolg'on ko'rsatar bu dunyo. Ishi tusa nomardlar akangdek bo'lar go'yo. Og'ir kunda yo'qlamas, hatto boqmaydi qiyo. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Og'ir kunda yo'qlamas, hatto boqmaydi qiyo. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Mansabingga qaraydi boy kambag'al saralab, qilganim minnat qilar yurak bag'ring yaralab. Zavqlanib g'iybat qilar o'zgasiga qoralar. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Zavqlanib g'iybat qilar o'zgasiga qoralar. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Ba'zida ayyorona yaxshi so'zlar so'zlaydi. Asli bilsang hammasi o'z maqsadin ko'zlaydi. Qadringga yetmay yana eski yarang tuzlaydi. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Qadringga yetmay yana eski yarang tuzlaydi. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Fakat kimdir belki aytadur niyat nechun betoqat. So'zlari g'amgin doim do'stdan noliydi faqat. Bilasiz o'zingiz ham so'zlarim rost haqiqat. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Bilasiz o'zingiz ham so'zlarim rost haqiqat. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Yo zamon o'zgardimi yoki o'zgardi odam. Rahmat. Zamon joyida turibdi, odamlar o'zgaradi deydi-ku. O'shanday odamlarda o'zgarish bor, lekin yaxshi tomonga ko'z tegmasin, yaxshi tomonga o'zgarishlar ko'paysin. Nurul aka keling.
Keling, birpas suhbatlashamiz, keyin yana qo'shiqlarga o'tamiz. Hozir bizni operatorimiz Samarqandda ekanlar, Sherzod Ergashev bir tabrik jo'natibdilar. Assalomu alaykum. Bugun Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Tog'zoq mahallasida istiqomat qilayotgan biz uchun qadrli va aziz bo'lgan Qudaboyeva Lola opajonimiz 47 bahorni qarshi oldilar. Ularga sog'lik, salomatlik, tinchlik va xotirjamlik, farzandlar baxt kamolini ko'rib yurishlarini tilaymiz. Lola opa, sizni har safar ko'rganimizda onajonimizni ko'rgandek bo'lamiz va sizni yaxshi ko'ramiz deb oila a'zolaringiz nomidan ukajoningiz Abdukarim tabriklayaptilar. Sherzod aka, tabrikingiz yetib bordi egasiga. Va yana tabriklar bor. Assalomu alaykum hurmatli aziz boshlovchilar. Xormay tolmay ishlayapsizlarmi? Bugun qo'shaloq to'lgan kun, ya'ni dadamni va Dilafruz singlimni to'lgan kuni bilan tabriklayman. Umrlari uzoq, rizqlari butun bo'lsin. O'qishlariga omad tilayman. Ota-onamni va akalaru yangalarini baxtiga sog' bo'lsin. Jizzax viloyati Zomin tumanidan oldindan katta rahmat debdilar. Arzimaydi. Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari. Bugungi tongingiz xayrli bo'lsin. 25-aprel kuni Sherali akamning shukrona kunlari. Shu munosabat bilan akamga ikki dunyo saodatiga erishishini, doim sog' salomat bo'lishini tilayman deb onam Malika va ukasi Akbarali nomidan tabrik. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bugun nevaram Maryam bibining tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 2 yoshi bilan. Zo'r qo'shiq qo'yib beringlar. Xo'p bo'ladi, zo'r. Jonli qo'shiq bo'ladi. Buxorocha qo'shiq bo'ladi. Tayyorlantiringlar. Assalomu alaykum. Xayrli tong barchangizga muborak bo'lsin. Ilohim bugun Fayzullo akamni tug'ilgan kunlari bilan chin dildan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, barchasiga erishing deb tabriklar jo'natibdilar. Doimo sog' salomat bo'ling debdilar. Adashmasam mana shu yigit bo'lsa kerak, suratlarni ham yuborgan ekanlar. Mayli, uzoqdan bo'lsa ham ko'rinib qolsin suratlari. Sizda ham bormi tabrik? Bor. Assalomu alaykum. Assalom O'zbekiston dasturi boshlovchilari, omonmisizlar. Olmaota shahrida o'qiydigan o'g'lim bugun 25-aprel kuni Abdulla Irisbekovni tavallud kuni bilan tabriklayman. O'qishlarida omad tilayman. Umr yoshi uzoq bo'lsin. Baxt, omad, sog'lik tilayman. Qozog'iston Turkiston viloyati Qorabuloq qishlog'idan buvisi Karomat oyisi Muqaddam adashimni va yaqinlari tabriklab qolamiz deb tilaklar yuboribdilar. Biz ham albatta ana shu niyatlarga qo'shilamiz. Assalomu alaykum. Assalom O'zbekiston ko'rsatuv ijodkorlari. Avvalambor barchangizni yangi kun, yangi tong bilan muborakbod etaman. Men Toshkent viloyati Parkent tumani Hisorak qishlog'ida istiqomat qilaman. Bugun 25-aprel Erkatoy jigarbandim Vohijon ukajonimning tavallud ayyomi. Shu fursatdan foydalanib ukamga tabrik yo'llamoqchi edim. Unga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt va uzoq umr tilab qolaman. Yaqinlarining baxtiga doimo tani joni sog' bo'lib yursin, ishlariga omad deb tilak bildirib qoluvchi opajonisi Muhabbat opa. Sizlarga ham katta rahmat e'tiboringiz uchun. Ishlaringizga omad tilab qolaman. Hamisha el ardog'ida bo'ling. Samimiy tilaklar uchun sizga ham alohida tashakkur. Nurulla aka. Men ham xuddi shu savolni bermoqchi edim. Qolgan kunlar yo'qmi tanishlar orasida? Ichimda gaplar juda ham ko'p. Gapingizni gapiring o'zi. Bir kun yetmaydi. Mayli, imkon qadar Saqlab aytib beraman. Avvalo sizlarga rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. O'zim yoshlikdan orzu qilardim. O'zbekiston telekanali shu televizor ko'rganimdan men ham chiqarmikandim shu televizorga. Shunaqa kunlar ko'rarmikan deb ana Xudoga shukr. Niyat xolis bo'ldi. Niyat xolisligi. Xudoga shukr. Men hozir ilk salomim otamga, eng avvalo, oila a'zolarimga, ikkita farzandim bor, opajonim, yaznajonim, ambalarim, qaynotam, qaynonam ham bor. Sog' bo'lsin. Kelinizga salomim. Endi bizni kuzatib o'tirgan barcha muxlislarimizga, qadrdonlarimizga, shunaqangi fanatlarim bor, muxlislarim bor. Men juda ham xursandman. Men bormasam quvonchli kuni o'tmaydigan muxlislarim bor-da. Shular esimga tushdiki, yuragim to'lib ketadi. Shular uchun ijoddamiz, harakatdamiz. Endi baribir beayb Parvardigor, hammada kamchilik bo'ladi. Kamchiligimizni ham o'tkazib yuborganlar bo'lgan. Endi har qanaqa vaziyatlarda, xizmatlarda boramiz. Hammasi uchun rahmat aytmoqchiman. Sizlar borsizlarki, biz ijoddamiz, harakatdamiz. Mana shu joyini kesib, o'shani xizmatlaringizni oxirida monitordan qo'yib bersangiz bo'ladi. Xo'p, Nurulla aka, aytib bo'ldingizmi? Qolganini endi keyin ko'rsatuvlarda. Qolganini endi keyin ko'rsatuvlarda, xudo xolasa. Albatta. Bugun Nurullo Qurbonovni boshqa kanallarda, yana boshqa ko'rsatuvlarda ham ko'rish imkoniyati bor sizlarda azizlar. Uning uchun shu xushyor bo'lib kanallarni almashtirib ko'rib turish kerak edi, qayerda chiqib qolar ekan deb. Aka, endi yana qo'shiq eshitamiz. Guruh bilan
sozandalar bilan jonli ijroda qaysi birini kuylab berasiz? Vaqt yetarli bo'lsa, oxirgi finalni, Mavrigi, Papurini aytamiz. Yo bo'lmasa, hozir finalni aytib beraylik. Bo'lmasa, rejissyorlar bilan kelishuvdik. Birinchi Xorazm lazgisi bo'ladi. Undan keyin Buxorocha, sho'x, endi folklor, papuri qo'shiqlarni aytib beramiz. Qani. Bu hozirgi papuri qo'shiqlarni, ya'ni Nurullo Qurbonov ijrosidagi va sozandalari bilan birgalikda kuylanadigan kuy qo'shiqlarni bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan, Shukrona kunini nishonlayotgan yurtdoshlarimizga bizdan bir tuhfa sifatida qabul qilasizlar. Zo'r qo'shiq bo'lsin degandinglar, marhamat qabul qilasiz. Xorazm voqasin sozi suhbatin shodligi bu do'stlar ko'rkidur lazgi yasharib yashnagan diyor san'atin qadim xazinasin mulkidur lazgi aman ey aman
Maza qilyapti deb o'ylagan. Mayli. Shu joyda mikrofonni otishim kerak edi, bugun nimada? Kelmasligi mumkin. Marhamat. Xo'p, ana endi o'zi qo'shiq ham bo'pti, bizga ajratilgan vaqt ham bo'lib qolibdi. Sizlarga yana bir bor kattakon rahmat. Xush kelibsizlar, aziz hamkasblar, aziz qadrdonlar, hamshaharlarim. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Yaxshi kunlarda ko'rish hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Nurul aka rahmat, san'atingizga san'at qo'shilsin, ovozga ovoz qo'shilsin va hech qachon ko'z tegmasin. Ko'zdan yomon nazarlardan o'zi saqlasin. Rahmat. Xush kelibsizlar. Va albatta jamoaga alohida rahmat. Ularni ota-onalariga, yaqinlariga Assalom O'zbekiston dasturi ijodkorlari nomidan albatta o'zimizni samimiy salomimizni yo'llab qolamiz. Va nima qildik? Vaqtimiz tugadi. Nazarimda Nurul aka ikki og'iz yaxshi tilaklaringiz, yana agar salomlaringiz kimdir qolib ketgan bo'lsa, chunki bu dargohdan hech bir inson norizo bo'lib chiqib ketmasligi kerak. Juda ham xursand bo'ldim, albatta katta hayajondaman. Men niyatim shu, faqat o'zbegimga yaxshi kunlar, to'ylar yarashadi. Yaxshi kunlaringizda o'zimiz xizmatda bo'laylik. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Rahmat sizlarga. Boshim osmonga yetdi. Rahmat, sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar. Biz ham mana shu Nurullo Qurbonovning gaplariga qo'shilgan holda sizga faqat sog'lik, salomatlik, har doimgidek oilaviy xotirjamlik tilagan holda eng yaxshilarini sizlarga ilinamiz azizlar. Yaxshi kunlarda diydorlashish nasib ro'z aylagan bo'lsin. Yaxshiliklar, yaxshi insonlar hamrohingiz bo'lsin. O'zingizni, yaqinlaringizni doimiy ehtiyot qiling. O'zbekiston telekanalidan uzoqlashmang. Omon bo'linglar. Salomat bo'ling.